Mübarek Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. El yurtimiz uchun asrlar davomida ezgulik, saxovat, mehr-shafqat, qanoat va shukronalik ramzi bo'lib kelayotgan Mübarek Ramazon oyining ma'naviy-ruhiy hayotimizdagi alohida o'rni va ahamiyatini inobatga olgan holda jamiyatimizda mehr-oqibat, o'zaro afillik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, xalqimizga xos oliyjanob fazilatlarni, milliy diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va ulug'lash maqsadida birinchi 2014-yil Muborak Ramazon oyining boshlanishi 28-iyun kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilindi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Butun dunyoda bo'lgani kabi bizning diyorimizda ham 12 oyning sultoni bo'lgan Ramazon-i Sharifning shukuhi boshlandi. Muhtaram azizlar, Allohga shukrlar qilmoqligimiz kerakki, mana emin-erkin, tinchlik bilan o'zimizni diniy va milliy qadriyatlarimiz bo'lgan hamma ibodatlarimizni bemalol qilishlik imkoniyatini topib turibmiz. Yurtboshimiz alohida Ramazon-i Sharifni munosib o'tkazish to'g'risida alohida qaror chiqardi. Bugun Ramazon boshlandi. Uyingizga borib, otangizni qo'lini ushlab o'ping. Dadajonim deng. Mani kechiring. Men farzandingizman. Mabodo sizni ranjitib qo'ygan bo'lsam, mani kechiring. Duosi qabul bo'lmaydigan bolalardan bo'lib qolmay dadajon. Jonim sizga fido bo'lsin deb otangizdan uzr so'rang. Onangizning yuziga termiling-da, har bir ajinlarida siz ishtirokingizni topasiz. Ana shu ajinlari meni deb bo'lgandir. Har bir qilingan yomonliklarim uchun onam shuncha aziyat topgandirlar. Ey mehribon onajonim, meni kechiring. Siz mendan rozi bo'ling. Sovuq beshiklarni quchoqlab katta qildingiz, ammo men sizga farzandlik qila olmadim. Bugun Ramazon oyida duosi qabul bo'lib qolmaydiganlardan bo'lib qolmay, meni kechiring deb onangizdan uzr so'rang. يا رسول الله يا حبيب الله يا بشير الله يا رسول الله يا رسول
رسول الله